Parij shahri mezbonlik qilgan O'zbekiston-Fransiya birinchi tibbiyot forumi muvaffaqiyatli yakunlandi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga davlat tashrifi arafasida o'tkazilgan ushbu nufuzli tadbirda ikki mamlakat sog'liqni saqlash vazirliklari, tibbiyot muassasalari, oliy o'quv yurtlari, qolaversa yirik farmatsevtika kompaniyalari vakillari o'zaro fikr va tajriba almashdi. Hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari belgilab olindi. O'zbekiston Markaziy Osiyoning yetakchi mamlakati. Har jabhada yangilanayotgan davlat. Muhimi, O'zbekiston qisqa vaqt ichida o'z imijini yarata oldi. Xuddi shunday tibbiyot sohasida ham. Bugungi forum haqida to'xtalsam, muhokamalarda ko'proq sun'iy intellekt texnologiyalarini sohaga tatbiq etish bilan bog'liq yangi loyihalar haqida fikr almashdik. Hamkorlikda ilmiy tadqiqotlar olib borishga kelishildi. Ilg'or diagnostika va davolash usullarini tatbiq etish istiqbollari ko'rib chiqildi. Bugun onkologik kasalliklarni, ya'ni hujayra darajasida, molekulyar darajasida davolash va diagnostika usullarini joriy qilgan yagona universitetlardan bu universitet bilan bizni, demak, mutaxassislarimiz o'rtasida fikr almashildi va ikkinchi yo'nalish bu tez tibbiy yordam. Biz hammamiz bilamiz, bugun Fransiyada, demak, tez tibbiy yordam ko'rsatishni o'zini bir unikal model yaratilgan. Bu model butun dunyo olimlarini va mutaxassislarini o'ziga jalb qiladi. Bu tajribalarni o'rganish ham bugun bizni respublikamizda, demak, tez tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha mutaxassislarni yangi darajada tayyorlash imkonini beradi. Uchinchi yo'nalish bu malakali kadrlar tayyorlash. Malakali kadrlar tayyorlashda mana Toshkent tibbiyot akademiyasi, demak, oliy tibbiy psixomotor reabilitatsiya markazi bilan, demak, biz shartnomaga kelishdik. Albatta, tibbiyot rivojini ilm-fan yutuqlari, xususan innovatsion yechimlarsiz tasavvur qilish qiyin. Kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va samarali davolashda bunga ehtiyoj katta. Fransiya bu yo'nalishda dunyo bo'yicha peshqadam davlatlardan biri. Mamlakat tibbiyotida o'rganish va ommalashtirishga arzirli muvaffaqiyatlar ko'p. O'zbekistonda 3 marta bo'ldim. Yurtingizda tibbiyot xodimlari uchun o'quv dasturlari ishlab chiqish jarayonida qatnashdim. Hozir qator universitet va shifoxonalaringiz bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Ma'lumki, reabilitatsiya mutaxassislari bo'lmasa bemorning davolanishi muhim bosqichga kelib to'xtaydi. Shundan kelib chiqib psixomotorika, qolaversa fizioterapiyani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratyapmiz. Bu ixtisoslik bo'yicha Fransiyaga kelgan o'zbek mutaxassislarni o'qitdik. O'zbekistonda ham treninglar tashkil etdik. Bugungi forum doirasida bu yo'nalishdagi ishlar qamrovini oshirishga qaratilgan memorandum imzolamoqchimiz. Toshkent tibbiy yordam xizmati bo'yicha gapiradigan bo'lsak, albatta bugungi kunda biz mana tez yordam tizimi bilan Fransiyani SAMU nomli tez yordam tizimi bilan hamkorlikda ishlab kelmoqda biza. Albatta bu bugungi kundagi maqsadimiz integratsiyani, ya'ni shifoxonagacha bo'lgan davrni va shifoxonani integratsiyasini yaxshilash. Bu bizga nima beradi? O'z vaqtida shoshilinch yordamga muhtoj bo'lgan bemorga vaqtida yordam ko'rsatish va o'z navbatida hayotini saqlashga, demak, qaratilgan yo'nalish va yana bir bizda kelishuv amalga oshirilmoqda. Bu Pierre Carli, bu Fransiyani yetuk mutaxassisi, shoshilinch tibbiyot bo'yicha bosh mutaxassisi va u bilan biz yurak qon tomir tizimidagi muammolar bo'yicha gaplashib oldik. O'zbekiston-Fransiya birinchi tibbiyot forumida qayd etilganidek, ushbu anjuman sohadagi hamkorlik aloqalarini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilishi kutilmoqda. Xususan, vakillarimiz onkologiya, gematologiya, tez tibbiy yordam, endokrinologiya, kardiologiya, tibbiy kadrlar, xususan hamshiralarni tayyorlash va qayta tayyorlash borasida tajriba almashishdan manfaatdor. Qolaversa, ikki mamlakat shifoxonalari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish va mustahkamlash muhim. Shu forumda biz kelishuvga keldikki, bizani xodimlar malaka oshirishga, mana shu yadroviy tibbiyotda va bemorlarni davolashda, nur terapiya bo'yicha davolashda malaka oshirishga 1 oydan 3 oygacha keladi va bu yerda malakasini oshirib, bu yerda tibbiyotni o'rganib ketishadi va keyinchalik Fransiya olimlari, Fransiya onkologlari bizni markazimizga kelib, master klasslar, ma'ruzalar va tajriba almashuviga ham ular tashrif buyurishga kelishildi. Forum samarali o'tdi. Samimiy ruhda kechgan muzokaralar yakunida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga doir qator kelishuvlarga erishildi. Shuningdek, vakillarimiz safar doirasida Fransiyaning yetakchi sog'liqni saqlash muassasalari va farmatsevtika kompaniyalari faoliyati bilan yaqindan tanishdilar.